bir oy davomida, deyarli bir oy bo'lib qoldi-da. Bir oy davomida efirga chiqilmaganda juda ko'p voqea hodisalar ro'y berdi-da. Hali kameralar yoqilmasdan avval chempionatida qatnashib keldik. Siz qatnashib keldingiz. Jamoamiz, milliy jamoamiz. Ha, milliy jamoamiz qatnashib keldi. Har doimgidek Lolazorni nimasi, prognozlari amalga oshgan yo'q. Prognozinglar qanaqa o'zi? Men keyingi turga chiqadi deb hisoblayman. Ha, keyingi playoffga chiqadi. Ochkoda sonda aytmayman. O'sha 3-o'rin bilan keyin. Sizchi? Men ham shu keyingi bosqichga chiqsa kerak. Men hatto ko'proq ham bo'laman. Ha, nima deydi anavi. Bitta o'yinni aniq yutamiz, bitta o'yin qanaqadir durang bo'lsa kerak. Endi men muxlis sifatida aytaman. Men prognozim chiqadi. Anaqadan. Gruppadan chiqadi. Gruppadan chiqib ishonaman men chiqishiga. Guruhdan chiqishiga boshidan ishonganman va katta ehtimol bilan biz 1-8 finalda Angliya bilan o'ynaymiz. Ya'ni bizni 3-o'rinda olgan jamoa bu Angliya bo'ladi va men ayni Angliya bilan xudo xolasa o'ynasak, Angliyani yutishimizga ishonaman. Guruhdan chiqadigan bo'lsak, bu bizga omad yordam bergan bo'ladi. Men shunday hisoblayman. Biz nima desak, o'shanda ham aytgandik, sizda bo'lsa, teskarisi bo'ladi degan. Teskarisini aytsak bo'lar ekan. Teskarisini aytsak bo'lar ekan. O'sha payt hit bo'ladi. Uchta o'yinni ham katta hisobda yutqazamiz. Har bitta o'yinda 5-0 yutqazamiz deganimiz. Unda to'g'ri chiqib qoladi. O'zi anu prognozlarga kirsangiz, eng ko'p like yig'gan komment 4 ta futbolni tushunmaydigan odam deb yozib ketibsiz. Rozimisizlar o'zi? Yo'q, men o'zi aytgandim. Agar guruhdan chiqsak, bu mo'jiza bo'ladi. Omadimiz kelgan bo'ladi deb aytgandim. Endi albatta o'yin boshlanayotgan paytda, chempionat boshlanayotgan paytda hech kim yomon niyat qilmaydi-ku. Eng yomon holatda ham yomon niyat qilmaydi-da. Hatto bilsangiz, oxirgi o'yin oldidan ham hech qanaqa shans qolmaganligida ham odamlarda umidi bor edi. Kongamitsa 6-0 umidi bor edi-da. To'g'risimi? Umid eng oxirgi bo'ladi-da. Umid eng oxirgi bo'ladi-da. Orzular qolaveradi. Hatto do'zaxga kirayotganingda ham yagona narsa bilan kirasan, umid bilan. Balki jannatga o'tib qolarman degan umid bilan deydi. Shu umid doim biz bilan yonma-yon bo'ldi. Endi lekin maza qildik. Men boshida o'yinlar endi biz chiqib ketishimiz aniq bo'lgandan keyin ozgina xafa bo'ldim endi, hamma ham xafa bo'ladi-yu. Keyin o'yin davomida hozir mana bugungi kunga kelib biz tushundik, masalan, haqiqatan ham dars ekanda. Har bitta harakatlarimiz shunaqa narsani bosib o'tishimiz kerak ekanda. Boshimizga tushishi kerak. Endi qarangda, bir narsani tan olishimiz kerak edi. Eng patologimiz shu edi. Ha, shunaqa demoqchiman. Patologimiz shu edi va mana shu agar format 32 talik jamoali bo'lganda bizni o'zi jahon chempionatiga chiqishimiz ham baribir savolli bo'lardi. Biz hali ham o'sha Osiyodagi 6-chi, balki 7-chi jamoa sifatida qolyapmiz-da baribir. Xohlaymizmi, yo'qmi, shu o'rnimiz shu baribir. Osiyo ko'tarildi shekilli. Lekin mana hozir natijalarni olib qaraydigan bo'lsangiz, mana shu ro'yxat bo'yicha nechinchi 46-o'rinda egalladingmi yo 44-o'rinda egalladik? 46-o'rinda egalladik. Ya'ni mana shu ham katta kartinani beradi. Men o'zim o'ylashim bo'yicha bu sekin davom etadi endi bu keyingi qadamlar tashlanish. Hamma ham Cabo Verde bo'lavermaydi. Endi Cabo Verde. Endi bu bir 20dan 30 tadan bitta holatda bo'lib qoladi endi. To есть hamma debutant ham Cabo Verde bo'lavermaydi endi. Endi baribir ana narsa ham rol o'ynayar ekanda. Yevropada o'ynaydigan futbolchilarning sifati, ya'ni masalan Kongo soni. Ha, sifati ham soni kritik ham. massada qarang. Bizda ikkita maksimum o'yinchi bor. Kritik massa hosil qila olmaydi ular. Ha, xo'p, 3 ta. Ular kritik massa hosil qila olmaydi. Ularda siz aytayotgandaqa 10 ta o'yinchi, 11 ta o'yinchi, Manchester United o'ynaydigan o'yinchilar bo'lgan ekanda. O'zi juda ham to'g'ri aytyapsan. Men o'sha yerda turib kuzatdim-da. Bitta narsani o'yladim, shu hech bo'lmasa biz Turkiyaga ko'proq o'yinchi jo'natishimiz kerak ekan. Hech bo'lmasa, maylicha Yevropa, Fransiya, Italiya demayman. Sababi baribir bosim juda ham katta bo'lar ekanda. Masalan, birinchi o'yin Meksikadagi o'yin Kolumbiya bilan 81 ming odam kirgan-u. Endi dahshatda, endi 81 mingni mingtasi ham o'zbeklar emasda. Bo'lsak bir 600-800 edik. Qolgan 80 ming Kolumbiyada. Tasavvur qiling. Ya'ni meksikaliklar ham baribir Kolumbiyaga muxlislik qilyapti endi, to'g'ri ma'noda. Bu joyda endi formani ham aytib ketish kerak. Xuddi burga mavzusiga o'xshab qolishi mumkin.
nimaga qo'shilsa formani gapirib ketish unaqa emasda. Masalan, shunda stadionga kirsangiz, Atstekaga 3 ta joyda Adidasni anaqasi magazini qilinganda faqat Kolumbiyaning formasini sotyapti-da. Amerikada ham xuddi shunaqa bo'ldi. Ikkita o'yin, Houstonda ham, Atlantada ham kirsangiz, Portugaliyaning ham formasini stadionda o'zida bemalol sotib olish mumkin edi. Kongoning formasini ham istalgan joyda bemalol sotib olish mumkin edi. Ya'ni shartli hech qaysi jamoaga muxlislik qilmaydigan, lekin o'sha Atlantada yashaydi, keyin endi bir futbol bo'lyapti, kirib qo'yaylik degan shartli amerikalik shunchaki Kongoning formasini sotib ola olgani uchun Kongoga muxlislik qildi-da. Ya'ni O'zbekiston formasi. Biz kirita olmasmidik u magazindagi o'zimizni formalarimizni? O'zimizni ishlab chiqaruvchi o'zimiznikilarga yo'q edi-yu. O'zimiznikilarga yo'q edi. Tanish-bilish qilib Endi olindi. u magazin agar umumiy magazin bo'lsa deyman-da. Endi Kongoniki, Adidas. Kongoning texnik homiysi Umbro. Ambro deydimi, Umbro deydimi, nima deydi? Anu Portugaliya Puma. Ya'ni bular o'zini tarmog'i bor. tarmoq tayyor shakllangan narsalar bor deydi. Men har safar shu ko'rganimdan nima qildim? Adidas bilan ishlasak bo'lmasmidi? Shu Adidas agar taklif bilan chiqqan bo'lsa, mana hatto shu Cabo Verde nima anaqaga chiqqan-ku, Kurasavoga chiqqan-ku. To'g'ri, Kurasavoni menimcha xarid qobiliyati balandroq mamlakat. Ancha buncha-yu. Va bizda aholi ko'p. U bizda xarid Kurasavodan ko'proq sotib oladi. endi bu xarid qobiliyatiga ham bog'liq emas. Masalan, shu Kurasavoni sotilgan ko'p formasi mamlakat aholisidan ham ko'proq chet elliklar sotib olgan bo'lsa kerak, chunki o'sha eng chiroyli formalardan bittasi Kurasavoniki edi. Ya'ni masalan, men o'zim ham sotib olgan bo'lardim. O'zbekistonlik masalan Adidas bilanmi yoki Nike bilanmi, Puma bilanmi, o'z eng chiroyli formalar Adidasniki bo'ladi adashmasam. Shu ishlab qanaqadir chiroyli, o'ziga xos, odamlar sotib olgisi keladigan forma chiqarilsa, Yaponiyanikiga sotib olishadi-yu. Chiroyli. Yaponiyanikini masalan, albatta mehmonga ham kiyib borsa bo'ladi. Ya'ni mashg'ulot formalarini ham-da. Ko'chada kiyib bemalol Ko'chada ham yuraverasan. O'tirib biror joyga borsang ham yaxshi ko'ynar ekan deydi. Voy, men o'zi anaqa kiyib kelmoq esimdan chiqib ketibdi-da. Meksikan formasini sotib oldim. U ham chiroyli. U ham chiroyli. Shunaqa chiroyli. Adidas hamma formasi zo'r. Yashil. O'zi nimaga apellyatsiya qilgan bu safar Adidas o'tmishga apellyatsiya qilganda, tushunyapsizmi? Baba o'sha nimalarni uyg'otgan, nostalgiyalarni uyg'otganda masalan men ham sotib oldim. Ong ostiga ta'sir ko'rsatib olgan. Esdalik sifatida. Yo, mayli. O'zim aytmoqchi bo'lganim shunday. Mana juda katta biz maktabdan o'tdik, to'g'rimi? Ro'yxat qilishimiz kerak endi. Haligi biror bir joyda nima bo'lsa, avariya bo'lsa, chora-tadbirlar qilinadi-yu. Xuddi shunga o'xshab chora-tadbirlar qilishimiz kerak. Tijoriy masalalarda qilgan xatolarimizni, siz aytgan futbolka shu masaladagi ish, texnika masalasida qilgan xatolarimizni, tashkilotchilik masalasida qilgan xatolarimizni, futbolimiz masalasida, tayyorgarlik masalasida qilgan xatolarimizni, bilet sotish, hammasini ro'yxatga olib turib, keyingi safar takrorlanmasligini o'ylashimiz kerak. Ya'ni bu juda katta ish bu. Oldinda kelajak 2 yilda qilinadigan ishlar bor, 3 yilda qilinadigan ishlar bor va hokazo. 30-yilgacha. To'g'ri. Va o'zi boyagi fikrim o'zim chalg'itib yubordim. O'sha Meksikada 80 ming odamda qo'pol qo'yayotganda biz muxlis sifatida biz duximizga o'tirib qoldik-da. Ya'ni qo'rqish boshqa emas. Shunaqa ovatsiya, shunaqa baqirishyapti-da. Endi bu bosimga uncha-muncha Superligada yurganlar dosh bera olmaydi, chunki ular hech qachon Superligaga odam kirmaydi-yu o'zi. 20 ming odam kiradi, ko'pi bilan. Zog'i bilan. Namanganda. U ham bitta-ikkita o'yinda tasavvur qiling. O'shanda o'yladimki, boyagi fikrimga qaytaman. Hech bo'lmasa mana shu Turkiyada ham juda ya'ni bosim nuqtai nazaridan, muxlislar nuqtai nazaridan yaxshi ligada, endi juda sifat nuqtai nazaridan, masalan, Fransiya yoki UEFA'ning bir 6-7 chempionatida. Xuddi shunaqa. Bo'lmasa ham to'g'ri, bu ham oson bo'lmaydi. Turkiyada ham hamma o'ynab keta olmayapti. Imkon qadar hech bo'lmasa mana shunaqa bir 7 hech bo'lmasa 7 nafar asosiy tarkibda shunaqa havo ko'rgan o'yinchilar bo'lsa, 4 tasi dovdirasa ham 7 tasi strafovka qila oladi-da. Bu qanday bo'ladi mana iqtisodiy yo'li? Oyliklarda bugungi bizning futbol klublarimizda keskin kamaytirish kerak. Boshqacha yo'l bilan futbolchilarni chetdagi ochiq bozorlarga siz jalb qila olmaysiz. Ya'ni yubora olmaysiz-da. Shunday. Misol uchun hozir aytaylik, men shartli ravishda aytyapman. 300 ming yoki 400 ming dollar oylik olayotgan shartli Andijondagi o'yinchi u hech qachon Turkiya chempionatiga borishga o'zida rag'bat ko'rmaydi. Siz borib gaplashib kelsangiz ham qo'ysangchi deydi. Qo'y deydi. Men mana shu yerda ota-onam bag'rida
yurib o'ynayapman maza qilib deydi, tushunyapsizmi? o'zi anaqa Qahramon aka Aslanov ham yaxshi fikr yozdilarda, aytdilarki, o'sha masalan Yevropada o'ynayotgan ko'p Afrika davlatlari futbolchilari asosiy most sifatida, ya'ni ijtimoiy holatidan chiqib ketish sifatida, lift sifatida futbolchilikni tanlar ekanda, ya'ni immigrantlar ko'pi shundan qutulib qolish uchun ham yaqinlarini, qarindoshlarini, oilasini ko'tarish uchun qattiqroq futbol o'ynaydi, qattiqroq mehnat qiladi-da. Qachonki siz to'q bo'lsangiz, masalan, oyligingiz shu yerda zo'r yashashingizga hamma narsa yetarli yetsa, sal anaqa tushar ekanda. Bizga o'xshagan mamlakatlarda shunaqada, ya'ni masalan, Hollandmi nima? O'sha o'ynayotgan mamlakatda boshqacharoq, u yerda qanaqadir ular o'zini ambitsiyalari bor, o'zini ko'rsatib qo'yish, bu narsalari bor. Masalan, ular boy-ku hammasi. Skandinaviya mamlakatlaridagi futbolchilar. Lekin bizga o'xshagan mamlakatlarda shu mashina yetadi deydi. Shaydan ham yaxshi ko'ryapti deydi. Lasetti, hovli, xotin ovozi bo'ldi-da, boshqa nima ham? Ikkita. Lasetti ikkita. Nima? Endi men o'sha boyagi kamchiliklar bo'yicha o'zi umuman mana shu forma, chiptalar masalasida ham men o'zi o'yladim, keyin mana shu formaga javobgar insonlar masshtabni ham uncha his qilisha olmadimi, odamlarga, ya'ni xalqqa ham, fanatlarga ham, muxlislarga qanchalik darajada forma muhim ekanligini ham his qilisha olmaganda, keyingi jahon chempionatida endi men uchun bunday xato bo'lmaydi. Hamma tushunadi, bu juda muhim ekanligini. Yana aytish kerak, formamizni ajralib turadigan, yarq etgan jihati yo'q. Bo'pti, xo'p, o'zimiznikilar qilsa ham yarq etgan bir qanaqadir dizayn bo'lishi kerak-da. Ya'ni stadionda bir 100 tasi yig'ilib turgan bo'lsa ham, uni boshqalardan ajratib turadigan jihati yo'q-da, tushunyapsizmi? Yaponlar 200 ta tribunada o'tirgan bo'lsa, sirazi yaponni ko'rasiz, yaponlar yig'ilib turganini formasidan, rangidan ajratib olasiz. Yoki gollandlar bilan ham xuddi shunaqa. Amerikaliklar ham juda chiroyli forma qilgan, masalan, ajralib turadigan qilib juda chiroyli forma qilgan. Fransuzlarda endi gapirmasak ham bo'ladi. O'zi masalan juda ham doim emas, juda ham kam jahon chempionatiga chiqadigan davlatlar qattiq e'tibor qaratar ekan shu formasiga-da. Ya'ni mana shu bo'yicha hech bo'lmasa shu taraflarni esda qolish uchun-da. Bu brend, mana qarang, Coca-Cola'ni nomi va nimasi, reklama birkasi, nima, firma nomi singari, Mercedesni birkasi va firma nomi singari, bu forma, bu brendda bu. Hamma o'sha detallar Otabek to'g'ri aytdi. Masalan, bir ko'rdik-ku endi. Bir boshida ro'yxat qilishimiz kerak-da. Masalan, oddiy fotosessiyadan tortib, jamoa tarkibini e'lon qilishgacha, misol uchun nima, qanaqa kuzatishgacha, kutib olishgacha, masalan, unaqa kutib olmasligimiz kerak eng avvalo. Nega unaqa kutib olmasligimiz kerak? Qanaqa kutib olishimiz kerak edi? Endi samolyotga yo'lda chiqa olmasa kerak edi. Bir kun oldin kelgan. To'xtanglar. 3 marta guruh bosqichidagi 3 o'yinda yutqizsak, sen aytmoqchisanki, turnir boshidan 3 ta o'yinda yutqizsak ham, 5 ta o'yinda o'ynasak ham qanaqadir protokol bo'lishi kerak. Shunaqa kutib olamiz degan qoidalar bo'lishi kerak. Okey, unaqa desang, okey. Men просто hozirgi holat juda bir g'alati bo'ldi-da. Ya'ni u har xil kelgan emas. Ya mayli-da. Masalan Koreya mana guruhda bitta o'yinda yutqizib bo'lmasa-da, Turkiya AQSh yutdi. Qanaqa munosabat bor? Ya'ni 3 ta mag'lubiyatga uchragan. Mayli birinchi marta qatnashyapti, 10-chi marta qatnashyaptimi? Ular mana Ashurmatov yaxshi bola ekan, shu bola biz xijolat bo'ldik deb. Hayron qoldik o'zimiz ham. Prezidentimiz qo'llab-quvvatlaganlaridan keyin bu narsalar tashkillashtirildi albatta. Va bizni uni kayfiyatimizni ko'tarishga harakat qilishdi. Lekin ochig'ini aytaman, bizga ozgina noqulay bo'ldi. O'zi xijolatli vaziyat ham bo'ldi. Juda g'alati. Men hali ham bo'lsa-chi, ana Malibu berilar ekan degan gap chiqdi-yu. Voy, men so'ramoqchi edim, mana Lolazor bo'lsa, agar ularga Malibu berilsa, menga Malibu beringlar, mana o'sha narsa qo'ylatmaganman debdi. So'raver. Men boshqa tarafga o'yladim. Berilmadi. Muhrim, pretsedent yo'q-ku. Berganda siz so'rardingiz. Yo, endi hammamiz so'rashga haqli edik-da. Yo, lekin so'rasang. Men yana aksincha o'yladim. Men agarda Malibu bergan bo'lganimizda, xuddiki ular ustidan kulgandek bo'lib qolardik deb o'yladim. Menga qanday xijolatli bo'lardi. Yo, endi biznikilar o'rtoqlar mana juda nozik sarkazm qila oladi. Bu siyosat shu. Ularni uyaltirishdi atayin. Uni qarang. Qarang. Qanday bir uzoqni ko'ra bilmaysan-da, muhrim. Uyaltirishdi ularni. Ko'rdingmi dedi, mana shunaqa. Boya aytdim-ku. Akbar Saidov izdoshlari ko'rik tanlovining 2026-yilgi g'olibi Xushnud Xudoyberdiyev. Mayli, xullas endi Osiyo chempionati bo'ladi, to'g'rimi? Bitta gap aytay, endi
mag'lubiyatda hammamiz juda xursand bo'lganimiz yo'q. Aybdormiz deyapsanmi deb o'yladim. Mena mag'lubiyatda hammamizni aybimiz bor. Faqat Cannavaro'miz, hammamiz aybdormiz. Yo, sizlar demoqchilar. Milliy soniyalarda hal bor. Hammamiz xafa bo'ldik demoqchi edim. Juda xafa bo'lish so'zi uncha tushmas ekan. Juda xursand bo'lmadik hammamiz. Bu tabiiy va muammolarni ham ko'rdik. Lekin baribir bitta narsa, futbol juda katta kuch ekan. Ya'ni vatanni, O'zbekistonni tanitishda juda katta kuch ekan. Va men bitta voqeaga guvoh bo'ldim. O'zbekiston ketib bo'lgandan keyin men buni aytib bermasam bo'lmaydi va O'zbekistonni yutqizib kelganini tanqid qilayotganlar ham eshitish kerak va bu rostdan men etlarim jimirlab o'sha joyda ancha vaqt o'ylab yurdim bu gapni. Xullas, Fransiya va Shvetsiya o'rtasidagi o'yin bo'lyapti. Ya'ni guruh bosqichlari tugab bo'lgan, play-off bahsi. Men kirdim o'sha Nyu-Yorkda oldidagi stadionda bo'ldi. Kirdim. O'yin tugadi, o'yin tugagandan keyin ketyapman. Meni o'zimiz yurtdoshlarimiz ko'rib qolishdi. Zarif va Zarif ekan, amakivachchalar ekan, trak haydashar ekan, uzoq yildan buyon yashashar ekan. Endi voy Lolazorni endi juda xursand bo'lib ketishdi. Samimiy xursand bo'lishdi. Kimlar keldi yana? Lolazorni deydi, doim yo'lda eshitamiz deb, xullas iliq fikrlarda rahmat aytishdi va ularga ham kattakon rahmat. Lekin bitta narsa men rostdan haqiqatdan men etlarim jimirlagan narsa. O'sha ikkita amakivachcha bolalari bilan kirgan. 4 bittasida 3 ta, bittasida bitta edi. Agar adashmayotgan bo'lsam, 4 ta bola. 4talasi ham va o'sha Zarif aka va Zarif aka ham O'zbekiston formasida. Jako formasida albatta, chunki afsuski yangi formamiz yo'q. Anqon urug'i sotib olish imkoni yo'q. Jako formasida. Okay. Va bolachalar ham O'zbekistonni Jako formasida. Endi gaplashib ketdik-da, endi yutqizib mag'lubiyat haqida men aytdimki, men baribir dedim, juda ko'pchilik O'zbekiston taniyapti. Bo'lib ham haligi bayrog'i yelkamga tashlab olganman. O'zi sharh yuz ayt. Doimiy anaqa, keyin O'zbekiston o'tib ketishyapti-da. O'sha yerda bitta gap aytdi. Bilasizmi dedi, biz mana 8 yil bo'ldi meni kelganimga dedi. Musofirda yuradiganlar meni juda ham yaxshi tushunadi, deyapti. Musofirda yurganlar uchun musofirda tug'ilgan bolasini vatanga, ya'ni O'zbekistonga muhabbat ruhida ulg'aytirish bu eng katta muammo, deyapti. Masalan, meni bolalarim Amerikada tug'ilgan, deyapti. Men to'g'ri yilda balki 1 yilda birdir, balki 2-3 yilda birdir O'zbekistonga olib kelib ketarman, balki 10 kungadir, 20 kungadir, lekin u baribir his qilmaydi O'zbekiston vatani ekanligini. Juda ham qiynalamiz. Uyda, masalan, oilada hammani muammosi bo'libdi, men emas, deyapti. Endi deyapti, qarang, deyapti. Jahon chempionatiga O'zbekiston chiqqandan keyin deyapti, bolalarim O'zbekistonga muxlislik qilishdi. AQShga emas, deyapti. O'zbekiston bayrog'ini yelkasiga urishdi. O'zbekiston yutqizganda yig'lashdi, deyapti. Ya'ni mana shu jahon chempionati meni farzandlarimda ularni vatani O'zbekiston ekanligi haqidagi his-tuyg'uni bera oldi. Va ular vatanim O'zbekiston, deyapti. O'zbekcha gapirishni bilmaydi, deyapti. To'g'ri, bu meni aybimdir. O'zbekcha gapirishni bilmaydi, lekin bular vatanim deganda O'zbekiston deydi. Deyapti-da, bu haqiqatan masalan O'zbekiston formasini o'sha yerdan kiyib yurishibdi-da. Men deyapti, masalan 8 yilda qila olmagan ishimni bitta jahon chempionatiga chiqqanimiz evaziga va bo'lib ham baxtimizga AQShda bo'lib qoldi. Mana shu bilan biz yutib ketdik. Men shunaqa xursandman ich-ichimdan, deyapti. Necha yutqizgani menga o'zi qiziq emas, sababi men farzandlarimni shu narsani uyg'ota oldim, deyapti-da. Men to'g'ri juda ham ta'sirlandim, ochig'i. Haqiqatan ham men misol uchun umuman boshqa joyda tug'ilgan bitta avlod o'zini vatanim O'zbekiston deb identifikatsiya qiladigan darajada nimadir voqea ro'y bersa, bu yaxshi voqea. Men o'ylayman, bir kanalimda ham yozdim. Agar biz keyingi safar ham 2 marta ketma-ket jahon chempionatiga chiqsak, bir ishni qoyillatmasak ham, yana yutqizib kelsak ham farqi yo'q. Menimcha where is Pakistan, Afg'oniston deganlardan bir 90% dan qutular ekanmiz. Shunchaki jahon chempionatiga chiqsak, hali agar Cabo Verdedagi bo'lsa, bilmayman, har bir futbolchimizda 10 million, 15 million, 20 milliondan obunachi bo'lib ketishi ham mumkin-da. O'sha Vaziniyaga o'xshab agar shunaqa yutuqlar qilsak, va sensatsiya. Cabo Verdeni qaysidir
qaysi mamlakat hozir bilmayapti, misol uchun. Cabo Verde degan davlatda qayerdaligini ham ilgari bilmasdik, kimlardir biz o'zimizda ham O'zbekiston yo eshitgan yo eshitmagandi. Juda katta kuch ekan futbol, qoyil qolish kerak. Lekin birorta sport futbolni oldiga kela olmas ekan. Mayli, Yetishim endi oriyati. biz maksimum foydalanishimiz kerak edi.